Assalamu alaykum, İstiqlal televiziyasının aziz görürmənləri. Ayallar və Dava proqramısının yeni sanını görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən riyasətçi Sübinur Ömərcan. Hörmətli görürmənlər, bu san proqramımızda Tağnuri Ana Dil Məktibi haqqında söhbət bulumuz. Bu san proqramımız qatnaşqıcı mehmanlarımızdan Şərqi Türkistan Nuzugum Kültür və Ailə Cəmiyyəti rəisi Münəvvər Özuyğur xanım. Münəvvər xanım, proqramımız qatnaşıb gəldiğiniz üçün köpdən-köp rəhmət etdiniz. Mən rəhmət edirəm, Allah razı olsun. Ondan başqa qimmatli mehmanlarımızdan Tağnuri Ana Dil Məktibi oxucularından Nusaybə Əhməd və Salihə İslam. Sizlərlə bu proqramımız qatnaşıb gəldiğinizdən köpdən-köp rəhmət etdiniz. Sizə rəhmət. Onda bolsa proqramımızı başlaşdım burun. Tağnuri Ana Dil Məktibi haqqında qısqaça düşəncə beriş üçün Münəvvər Özuyğur xanımni sözgə təklif qılıman. Münəvvər xanım muşu bulubmu hazırki şəraitdə biz Uyğurlarınki hazırki şəraitimizdə vətən işçidə bizninki milletimizlə əməs ana dilimizmi yoqab ketiş xəvfi aldı turvatıdı. Biz əmdə muşu çət əldəki muhacirətdəki Uyğurlar bizninki vəzifimiz bək eğir. Biz bir tərəfdən muşu yoqab ketiş aldı turvatqan tilimizni qoğdaş bilən birgə bunu ən mühim vəzifə bolğan muşuni keyinki nəsillərimizə, əvladlarımızğa ögütüb saxlab qalışımız gerek. Onda bolsa Tağnuri Ana Dil Məktəbinin vəzifəsi muşu nimələrdən xidmət qılıb kelyapsızlar. Bunu biz tabii ki əlbəttə ictimai taratqulardan görüb kelyapmiz. Şunda bolsunmu Tağnuri Ana Dil Məktibi qaçan qurulğan, nima məqsəd bilan qurulğan və nimələrni qılıb kelyapsızlar? Muşu haqqında qısqaça düşəncə bərgən bolsanız. Rəhmət, Allah razı olsun. Sizin başta deganingizga o'xshash Subinur, bu bizning ana tilimiz, yani Uyg'ur tilimizningki yo'qolish oldidagi bu xatarlik mezgilda vatanning ichidagilarning imkoni yo'q, ammo vatan sirtidagi bo'lgan bu imkoni bo'lgan butun Sharqi Turkistonlik qarindoshlarimizninki bu meseleге ciddi qarışı, bu faqat bir qism şu ta'lim tarbiya bilan shug'ullangan cemiyetler, vakıflar, yoki tashkilotlar, yoki guruhlarning vazifasi deb qaramasdan, yoki madrasa maktab ochgan, kursdan ochganlarning vazifasi deb qaramasdan butkul Sharqi Turkistonlik bunu o'zimizningki bir majburiyati deb qarashi kerakligini yana bir qatim bu yerda sizning gapingizning orqadan ta'kidlashni taxmin yaxshi deb qarayman, ya'ni ta'kidlashimiz kerak deb qarayman. Çünkü Özbekiyadagi Arab mayli qaysi millat bo'lishi Allohning oyati. Bu ya'ni Allohning oyati millat bo'lish. Yana birisi bir ana tilda bizning har bir insonning o'ziniki farqli tilda bir so'zlashishimi bir Allohning oyati. Buning uchun buni bir faqat millatninki kimligini ko'rsatadigan alomat emas. Allah'nınki alemde yaratgan ayetlerinin bir tanesi deb qarash her bir musulmonniki mecburiyeti deb qarayman. Şundaqla Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmonlarning biz bu en baştan mesela bu muhacirat hayatımızda chet elga chiqqandan keyin ana tilni qo'g'dashning naqadar muhimligini texmi tushunib yetgan bo'ldik. Masalan, har bir davlatda yashayotgan chet elliklarga qarasak, masalan 1998 men Pokistonga chiqqan vaqtimda nurg'un burun Pokistonga chiqqan Uyg'urlarningki yashayotgan mahallalarda nurg'un Uyg'urlarning yani çoğunluğundan başkalarının ballarının asasen tilinin yoqab ketayotganligi tamamen yerlik tilda gap qildigan, Uyg'urcha gap qilsa ba'zida tushunadigan, ba'zida tushunmaydiganlar kelganligini, o'zining milliy kimligini qo'g'dashga alohida ahamiyat bergan ba'zi oilalardan boshqalarning asosan ballarning tilining o'zgarib ketganligini his qilganda nihoyat ko'nglim yerim bo'lgan va chet elda qildigan xizmatlarimizning nihoyat muhim bir qismi shu ona tilni qutqizish ekan degan bir tushunchaga kelgandim.
Bununla mən 2010 onun aldıda mən məsələn yaz və qışlıq tətildə dərs verdim. Məsələn, tuluq o'rta məktəb oquvchilarga, hətta universitet oxuyan balalarımızğa bir təlim tərbiyə şoğullanğan bolduq. Və 4-6 yaşlıq balalarga mən 4 yıl dərs verən boldum. Ondan keyin qış və yaz tətil məzgillərdə, yoki həftə axırlarında tuluqsuz tuluq o'rta məktəb, başlanğıç məktəb balalarga həftə axırdakı kurslarda bu Uyğur til dərs verən boldum. Şu vaxtın özüdə yeni bir nərsini his qıldım. Bu ana til dərsini məktəb dərslərinin ki birər fəngə oxşaş, onu ayrım bir saat, həftədə bir saat, yoki bir neçə saat, yoki gündəki 7-8 saatin içindəki bir saat yoki qilib o'qitib qo'yishning bu tilni saqlab qolishga bo'lmaydiganligini texmi cho'nqur tushunib yetdim hayot tajribamda. Shundan burundan boshlab bir maktab ana til maktabi bo'lishi kerak degan bir irodam bilan, shunda bir maktab etishimiz kerak degan bir irodam bilan 2017'den başlap özümün şu o vaqtda men Ma'rif cemiyetiniki ayollar xizmeti ve Ma'rif xizmetining ichidaydim. Şu vaqtning o'zida men bir turkum ailesi nayti sezgir bo'lgan ailelerden, yani ana til balalarning ana til o'qitishiga sezgir bo'lgan ailelerninki ota-onalar bilan ko'rishish orqali bir 20 dek o'quvchini ayrim hatto oxirsida tarbiyalashga elib maxsus o'qitish tutib tarbiyalashga boshladik. Allah imkon berib 2018 ve bu Şərq Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti kurulgandan keyin kültür xizmetimizningki dairesi içidiler. Her bir milletninki, şu milletning özünün ana tilini qo'g'dash nimisi, onu bir medeniyet şekilde saqlab qolishdan ibaret bir nizomnomasiga intayin mos kelganligi uchun cemiyetninki bu dernek, mesela Türkiye'de dernek deymiz, dernekninki tüzüğü, yani nizomnomasining ichida bu modda bo'lganligi uchun bizning bir mektep etişimiz, yani cemiyetimizdeki şemsiyesi aslında bir mektep etişimiz var. Devlet tarafından ruhsat kılındıganlıkının bu bizge intayin bir oңайлык şarait yaratып berdi. Şunun bilan biz şu burun terbiyelep kelayotgan 20 o'quvchimiz bilan onu asas qilib turib, ana til o'qitishga qiziqadigan bolalarni shuningga rag'batlantiradigan aileler bilan ko'rishib yurib, biz 2017'ning oldida boshlagan bu maktabimizni 2018-yili dernegimizning boshlanishi bilan resmiy maktab dernekninki şemsiyasi ostidagi bir kurs bo'larak, yani terbiyeleş merkezi buluş süptü bilen bunu başlayan bulduk. Bunun bilen bu Tanrı'nınki ismi, yani biz aslında Nuzugum ana til mektebi de kursak mı buladı? Biz bu da bizim çoğunlarımızla, bizim rehberler bilen bu hizmetki yakından kuyunup kollavatkan kırındaşlarımız bilen, beşimizdeki ustazlar bilen mesleğet kılışı arkalık vatanımız gibi ümit bolsun. Tanrı nurudek bu ana tilimizga bir ümit bo'lsin kelgusida degan maqsadlar bilan biz onu Nuzugum cemiyetininki çatısı altında, yani şemsiyesi altında bir ana tili ta'lim tarbiya merkezi qilib qurgan bolduq. Yani bu hazır 7-yili. Köpten köp rahmet. Əmdə Tağnuri ana til məktəbinin oxucularımı müşəyədə ba. Salihədən sonra baxsam, hazır ustaz Tağnuri məktəbini azraq tonuşdurup ötdü. Salihə, sizninki muşu ana til məktəbində sizni ən cəlb qılğan, siz ən yaxşı görən tərəflər qaysı? Tanrı'da beni cəlb qılğan köp tərəfləri var. Məsələn, ana til dərsləri, məktəb küçük dərsləri, qol hünərvənçilik dərsləri var. Amma məni hamıdan cəlb qılğan tərəfi bolsa, Uyğur dostlarımla, savaqdaşlarımla buluşu, ana tildə sözləşimiz. Köpten köp rahmet. Nuseybə sağlam. Əmdə sizdən sorab baxsam, siz qancha yıldan bu yan muşu Tağnuri məktəbində oxuyatsınız? 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. Uzun boldu. Onda bolsa siz ən başda nimişqa bu məktəbə berib ana til öyrənişini tanladınız? O vaxtda kiçikdiniz, apınız apırıb bergen bolsunmu? Hazır izchil berib etibsiz. Yəni nimişqa berib atsınız? Kiçik vaxtımdan tartib çoğunludan davamlıq öz ana tili bolmasa millet yoqaydı. Şuna ana tilini öyrəninglar, qoğdanlar. Bu sizlərə vəzifə deb toxtumay deb turdu. Hem de çoğunludan şiir, qoşaq, çöçək qatarlıq məzmunlarını ana tildə oqub berətdi.
Çoğanam bu yer kelgende çıng turup apam ismini Antılgı berdi. Şuna qılıp Antılni men muştaq tanıdım. Barkallah. Nayt yaxşı ögünüpsiz. Onda bolsa yana Minəvər xanım sizdən sorab baxsam, ballarımızdan mu hazır nimisidən sözlerden nayt eniq boldu, yaxşı ögəngini, nayt joyida yaxşı sözləvatdı, tələbbuzlarımı nayt yaxşı çıxıbdı. Əmdi muşu Tağnuri ana til məktəbininki g'oyasi nima? Nima hazır məqsədini dəb ötdünüz? Əmdi sizlərninki g'oyalar nima? Muşunu bir deb o'tgan bo'lsangiz. Bunda bir misal bilan dey, bu Tanrı'nın ana mektebini qurgan vaqtimizda biz qarindoshlar bilan mushida o'xshash fikrda bo'lgan qarindoshlarimiz bilan mush xizmatga otlangan vaqtimizda biz shu maktabni shunda bir shaklda qurishimiz kerakki, mundaq bir ana til o'rganadigan maktab yoki kurs emas, balki kelajakda Sharqiy Turkistonimiz ozod bo'lgan chog'da aşağıda quriladigan ana til universitetininki asosiy ulini etish deb qildik. Buni anlaganda ba'zi qarindoshlarimiz ilhomlanib xo'sh bo'ldi. Ba'zilari bundaq ko'zini yo'g'on etib qaradi-da bu qanday qilib qurilmagan bir tarbiyalash markazini kelajakda Sharqiy Turkistondagi universitetninki temeli deb qaraya olamiz deb. Çünkü şahsen ben bunu degan vaqtimning o'zida mening qalbimda allaqachon mustaqil bir Sharqiy Turkiston quruqliq. Biz Sharqiy Turkistonning mustaqilligini umid qiladi ekanmiz, orzu qiladi ekanmiz, uning uchun kurash qiladi ekanmiz, uning hozirligini hamma jihatdan hozirlik qilishimiz kerak. Hammamizga ma'lum hazır Kırgızistan'daki ösmürlerimizi tamamen Xitay tilida so'zlashga mecburlandı. Hatta ana çoğ dadılar bilen ailede küçük bolalar gaplashamaydigan holat geldi. Biz chet eldagilar agar hozir Sharqiy Turkistonga borsak, mana yaqinda ko'rdik Suriyadagi qarindoshimizning g'alabasini. Alloh bizga g'alabani ato qilib borsak, biz chet eldan borganlar yoki chet elda tug'ilib cho'ng'igan yoki vatandan kichik chiqib ketib chet elda o'sib yetilgan o'smirlarimiz, yoshlarimiz ukullar bilan qaysi tilda gaplashadi? Har birisi o'zining davlatidagi til bilan gap qilishadigan ahvol bo'ladi. Buning uchun biz berib hem o'zimizning u yerdagi cho'nglarimiz bilan hem kelajakdagi yoshlarimiz va o'smirlarimizga bu ana tilini o'rgatishimiz uchun bu intayin muhim bo'lgan bir nuqta. Buning uchun bizningki g'oyamiz faqat ana tilini unutib qolmagan, ana tilining da deyilgan so'zlarni anglay oladigan, ana tilda ancha-muncha dialog qura oladigan bolalar emas. Belki ana tilini mükemmel bilgen, suyup durup öğrengen, mükemmel bilgen ve özünün öğrengen her sahadaki ilmini ana tilda başkaları yetkizələydiğən, sözləyələydiğən ve şundaqla Sharqiy Turkistonda qayta ana til mektebi, ana til universitetini açqan çağda aşağıda mükemmel bir o'qituvchilik, yetakchilik qılalaydigan nesil yetiştiriş. İnşallah. Muşu deganlaringizning hammasiga Alloh yetkil nasib qilsin. Endi yana bir masala muşu bizning muajiratda kichik vaqtida kelib muşu chet elda cho'ng bo'lgan bolalar bo'lsin yoki chet elda tug'ilib o'sgan bolalar bo'lsin. Endi bu bolalarning mu atrofda muhit bo'lmaganligi uchun, masalan, oilasidan chiqsa hammasi turkcha muhit yoki boshqa qaysi davlatda yashayotgan bo'lsa, shu davlatning maktab bo'lsin yoki ko'pincha do'stlar bo'lsin, boshqa bir tildagi muhitda bo'lganlik uchun endi bu bolalar uchunmi ba'zi ta'sir bo'ladi. Shunga men Nusaybadan so'rab boqim keldi. Siz shu ana til o'rganish jarayonida qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Men albatta ana til o'rganish oson emas. Lekin men ana tilni so'yib turib o'rganishga oson o'rgandim. Chunki ana tilga bo'lgan ishtiyoqim bor. Hem muallimim bek yaxshi ko'rib o'rgangandim. Menda ana til o'rganish tuyg'usi bo'lg'achqa oson to'xtadi deb o'ylayman. Albatta qiyinchiliklarim bor. Qiyinchiliklarım var, lekin o'zimizning millatimizning ana tilimiz bo'lganligi uchun sizga yanala bu qiyinchiliklar ko'rinmadi, shundaymi? Unda bo'lsa Saliya sizdan so'rab boqay. Hozir do'stingiz Nusayba deb o'tdi, qiyinchiliklar menga ko'rinmadi deb. Siz shu ana tilni o'rganish jarayonida nimalarni his qildingiz? Men ana tilni o'rganish jarayonida ana tilni bizni aslida vatanni qaytadan qurib chiqishninki bir yo'li bo'lganligini, hamma ana tilimizni degan ya'ni uzun bir tarixga ega bo'lganligini o'rgandim.
ana tilimizni yaxshi saqlab qola olsak, ana tilni yaxshi o'rgansak, sistemli o'rgansak, qaytadan Sharq Turkistonni qurib chiqa oladiganimizni o'yladim. Maşallah. Unda bo'lsa, hozir Tanuri ana til maktabi haqida bir tanishga ega bo'ldik. Unda bo'lsa, Saliya, siz yana bizga mushu siz Tanuri ana til maktabiga borganda sizning bir kuningiz qanday o'tdi? Bir kun ichida maktabda nimalarni qilasizlar? Mushuni qisqa so'zlab beramsiz? Hemen so'zlab beray. Attiganda men adabiyot darsiga chiqaman. Bundan keyin adabiyot darsimiz 2 soat o'tildi. Adabiyot darsida xeyli yaxshi mazmunlarni o'rganamiz. Masalan, tarix shaxslarimiz bo'lsin, ham o'zimizning adabiyot haqida, masalan, maqolalar degandek yozamiz. Shundan ondan keyin ba'zi chog'da maktab kuchaytirish darslari bo'ldi. 4-sinflarning, 5-sinflarning, 6-sinflarning, 7-sinflarning. Men 7-sinfda bo'lganim uchun 7-sinfdan keyin qatnashaman. Shunda 7-sinfning darslarini takrordan o'rganamiz. Bu mening maktabdagi darslarimga bek yordamchi bo'ldi. Ondan keyin qo'l hunar san'at darslarim bor. Qo'l hunar san'at darslaridan masalan to'qimchilik, qizlar u yerda degan masalan somka yoki lozimliq narsalarni to'qay oladi. Meningki deydiganlarim shunchalikdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Ondan keyin tushdan keyin davlat maktabiga borsiz, shundaqmi? Rahmat. Bu yerdan biz Tanuri ana til maktabining faqat nuqul ana til emas, yana bolalarningki maktab davlat maktabidagi boshqa darslarga yetakchilik qildiganligini va qo'l hunarvanchilik darslarining borligini anglab, nihoyat xushal bo'ldik. Haqiqatan ahamiyatli bir ish qilib o'tibsizlar, Minavvar xonim. Endi Nusayba sizdan so'ray. Bayam siz men 6 yil bo'ldi o'rganyapman dedingiz. Endi sizning shu ana tilni izchil o'rganib mengib o'tibsiz, ham bundan keyin davom qildi ekansiz. Shu davom qilishdagi maqsadingiz nima? Endi maqsadingiz desam, albatta bu bizning ana tilimiz, o'rganishimiz kerak. Lekin sizga o'xshash ba'zi bir yosh o'smirlarimiz bunda o'ylashi mumkin. Endi men kitob o'qiy oladigan bo'ldim, xat yoza oladigan bo'ldim, endi o'rganmasam bo'ldi deb o'ylashi mumkin. Shunga siz shuni bir nimishqa izchil davom qilyapsiz? Bundan keyin nimish davom qilmoqchi? Mush maqsadingizni bir deb bergan bo'lsangiz. Hozir bizning davlatimizmi yo'q, yo'qolish oldida turyapmiz. Shunga cho'qim ana tilimizni o'rganib, ana tilimizni saqlab qolmasak, hamda biz yo'qolib ketamiz. Chunki o'z ana tilini bilmasa, millat yo'qaydi. Shunga men ham ana tilni yaxshi o'rganib, ham ana tilda bir muallim bo'lg'im bor. Hamda chunki ana tilni o'rganib qo'yiblar, kitob o'qib, aniki normal turmushda paranglashib qilsalamliqi ana tilni bildim men deb bildim meylan. Shunga ana til kurslariga borgan chog'dimi beriblam, ana til ilifbasini tugitiblam chiqarib oldi. Ammo lekin bu ana tilning grammatikasi bor, tarixi bor, bunun nurg'un bo'limlari bor. Albatta buni cho'qim bularni bilgandan keyin aniki o'zimni ana til bildim deb o'ylasa bo'ldi mencha. Shunga men davom qilyapman. Köpten köp rahmet. Naydi toğur dediniz. Hazır bizninki muşu muhacirette ana til ögünüşümüz, ana til terbiyemiz fakat savat çıkırışı bilen çekinip kılıvatıdı. Aslı bu til edebiyat boğaçka bayam Saliha müdep ötü ben edebiyat dersleri kirmen dedi. Bizninki bu til cihetten savat çıkırış bolsa yani bu savat çıkırış emez. Tilinin yani üstünkü katlamıda bunun gramatikisini ögünüşümüz gerek. Bulanım ögünütüp sizler edebiyat kısmını ögünüp mengip sizler nait yaxşı. Hem bu yerde Minavvar xanımdan şunu sorğum geldi. Bayam dep ötkünümüzdek hem de bu ana til faqatla ballarning savadını çıkarışdan ibaret emez. Elbette bu ana til biz ballarga edebiyat ögütüş arqılıq balların bizning Uyghur tariximizni, bizninki vatanimiz üçün kimler qandaq küreşlerini qılğan, qandaq nimelerni qılğan, kimler qan tökкен, kimler can bergen muşunumu ballarga vatanperverlik, milletperverlik ideyasini sığdırışın yaxşı bir yolu edebiyat dep oylayman. Onda bolsam da muşu ideallarni ballarga sığdırdıgan sizlarninki Tanuri ana til mektebininki o'qituvchilar qo'shuni qandaq muşunu bir tanıştırıp bergen bolsanız. Rahmet, Allah razı olsun. Naydi inçiki bir nuqtaga keldiniz.
Çünkü o'qituvchi intayin muhim. Yani bu o'qituvchilik degani masalan bir kasbda biror fanni yaxshi o'qigan, u fanninki egisi bo'lgan masalan, odamning hammasi o'qituvchi bo'la oladi degan narsa yo'q. Agar undaq bir narsani o'rgangan, bilgan odamlar bir yerga kelib dars bera oladigan ish bo'lib qolsa, u vaqtda hammadan o'qituvchilik qilsa bo'ladi. U vaqtda o'qituvchilik metodi degan narsaninki o'qimning hech qanday bir ahamiyat bo'lmagan bo'ladi. Pedagogning hech qanday bir ahamiyati bo'lmagan bo'ladi. Dunyoga qarasak maxsus butun universitetlarning ichida o'qituvchi tarbiyalash fakültesi ayrım mesela kesbede mesela ben Türkiye'de mesela Arap dili o'qituvchilik nimada edebiyat dili o'qituvchilik deb kesbden başka o'qituvchilik kesblari yana ayrım bo'ladi. Bizden Spen Ali Mektebi mesela bizning vatanda mabadde ishkirlardim aşında. Bunu biz nurg'un insonlarda bizning hozir Uyg'ur jamiyatimizda yoki boshqa millatlarda bo'lishi mumkin Subinur, ama Uyg'ur jamiyatimizningki ko'pincha insonlarning engida xato ketayotgan bir narsa bor. Masalan, madrasa ochgan bo'lsin, kurs ochgan bo'lsin, yoki bir yerda ta'lim tarbiya qilayotgan bo'lsin, ularda ko'pincha masalan bir ustoz Qur'onni yaxshi o'qitalaydi, yaxshi o'qigan, Qur'onni qurra bo'lgan mesela. O adam çokum Kur'an okutalaydı. Ya ki tecvidini şunda yaxşı bilirdi Kur'an'da, çokum tecvid okutalaydı. Ya ki bir adam mesela İslami bilimlerini nait yaxşı okugan, yukarı mektep algan, diplom okugan, ondak bolsa o çokum okuqçı bulalaydı. Ya ki birileri ana dil mesela edebiyat okugan, mesela ya ki başka fizik, kimya okugan, bu çokum ya onda emez. Onu okuştun başka, onun metodu bu. Birisi aşılarını okugan insanlar adam terbiyeleş ahlakıga, adam terbiyeleş salayetiga ega bo'lishi kerak. Eng muhimi şu ishni suyib turib qiladiganlar bo'lishi kerak. Bir insonning bir ishni yaxshi ko'rishi shu ishda muvaffaqiyat qozonishiningki 50% tashkil qiladi. Buning uchun biz bu nuqtaga kelgan chog'da albatta maqtanish uchun demaymiz. Biz Tanrı qurilgan chog'da eng boshda qo'ygan prinsipimiz bir shu. O'qituvchilar qo'shini aldı bilen bu hizmetke halisane, samimiy ko'ngil bölgen, bireleydigan adam buluş. G'oyasi, nishoni aniq bo'lgan adam buluş. Bu bir, samimiy. İkincisi, o'quvchilarni yaxshi ko'radiganlar buluş. Üçüncüsü yana o'xshash ularni yuqorasa metodu buluş. Yoki tajribasi buluş. Biz de şununla aşırı şekilde tanladık. Hatta biz o'qituvchilik adam tanlayotgan vaqtlarimizda, mesela biz bu ders bereleymiz deganlar yoki shu bir xizmat qilib qolsak bo'ldi deb talab qilganlar bo'ldi. Yandan xabar avatgan ya o'zlari talab qilgan. Biz agar mesela shunun bir salohiyati bormidi deb tajribalariga qarab, nerede ishlaganlariga qarab va kishilik munosabatlariga qarab, hatto kishilarning arqa ko'rinishlariga biz qaraymiz. Chunki axloq bolalarga yo'qidi ba'zi bir qo'ylar. Ve ondan keyin o'qituvchi qabul qilishda biz uchiq dars prinsipini qo'ydik zaten. Aldı bilan ders o'tib baqish kerak. Onda başka tecrübelik o'quvchilar ders anglaydi. Yani bu berememdi, so'zlayamdi. O'quvchilarga yuqamdi, yuqmamdi. O'quvchilarga muomalasi qanday, qaysi shaklda o'qitdi. Bunu biz asosli prinsip qildik. Bunun qarşıda bizniki ustozlarimiz asosan ana til ustozlarimiz deylik. Çünkü bizim küçük sınıflarımız, başka sınıflarımız var. Asasen ana dil o'qituvchilarimizni bu şekilde tanladık. Ana dil o'qitishga arzusu var. Ana dilni yaxshi ko'radigan, davomli kitap o'qitiradigan, men bu xizmatni qilib qolsam bo'ldi deganlarni biz eng yandaş bir şekilde terbiyelash qilib, tecrübeli ustozlarga shogird qilib berib turib, uningdan keyin saplab mangdik. Shuning uchun ana dil o'qituvchilarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu bolalarga hem ana tilninki asli qoidasini, grammatikasini, naytı bir bolalarning saviyasiga, bolalarninki qabul qilish iqtidoriga qarab dars berish bilan birga bolalarga ruhni, mesela yana bir talab qo'ygan narsamiz shu. Bolalarga ders bilan bu ana til söygüsü, ana tilni yaxshi ko'radigan ruhni, vatanni yaxshi ko'radigan ruhni singdira oladigan bo'lishni talab qilganligimiz uchun bizning Tanrı'da okugan o'quvchilarimizda agar mesela bu o'qituvchilik sohasida yoki ta'lim tarbiya sohasida diqqat qilgan yoki kuzatganlar buni farqlantiradi. Yani mesela yiroqdan ziyorat kelgan ma'rifchilar bo'lsin, shunda o'quvchilarimizningki o'qish ahvoli, fikrlashish, turishi, bolalarning o'zaro bir-biri bilan muomalasiga qarablam bu bolalarda
faqat ana til darsi emas, başqa bir ruh bor ekan deganda biz dedik bizning singdirmoqchi bo'lgan ruhimiz mushu edi. Ana tilni yaxshi ko'radigan, o'zining kimligini yaxshi ko'radigan o'qituvchilar ulardan qo'lida tarbiyalangan, ana tilni yaxshi ko'radigan va o'zining kimligini yaxshi ko'radigan, g'oyasi bo'yicha mangadigan o'quvchilarni tarbiyalaydigan bir qo'shin shakllantirish. Buning uchun biz patlam oldingi yillarda shu metod jihatdan tarbiyalaydigan ayrim o'quvchilar guruhi qurib, ularga masalan leksiyalarni anglatib, leksiya qoldirib, aşında qıldık, ders berishda azroq qiynalgan, mesela tordan derslerimiz var bizdeki, chatlargami yoki bu bizning ana til maktabimizga kelish imkoni bo'lmagan ba'zilarga tordan bergan va ashlargami biz leksiya anglatib degandek bir-biriga bog'lab, masalan, ma darsda bundoq berib qolibsiz, ya ma bundoq bo'lib qolibdi. Ma'nodan palonchi o'qituvchidan dars eling yoki palonchi o'qituvchidan maslahatlashing yoki tajribali o'qituvchilarimizni palonchining uchiq darsiga kirib darsini tinglashing degandek bir şekilde nim qilib yo'nalish ko'rsatib mangdik. Bu bir. İkinci bir nimada biz o'quvchilarning ders tayyorlash, ders konspektlari, masalan, ders planı, daftarlarini tanrıga xos bir şekilde onu tuzib, tecrübeli o'quvchilarimizning qo'li orqali tuzitib, ashuni darsdan burun ders tayyorlab kirish, keyingi darslarning xulosasini chiqarish, dersini planlar bilip mesela bir yıllık olsa bir yıllık, 6 aylık olsa 6 aylık plan boyunca tüzüp, onun da ikin şu 6 ay tügüse ya ki bir yıl tügüse şu planı orundayamadım mı? Bularni nim qildigan qildik. Onundan başqa yine her bir sınıfning ana tili o'qituvchilari cho'qqim ana tildan kitap o'qitish programmasini ching turg'izadigan qilib, bolalarimizga kitap o'qishni, ya'ni faqat mana varaqdab qo'ygan yoki muncha kitap o'qib qo'ysanglar munchalik mukofot beramiz emas. Kitapni o'qigan kitobingdan nimani tushanding, nimani his qilding deganlarni o'rgatishlarni talab qildik va o'qituvchilarimizga asosan bolalarga ruh, ya'ni jonliq bir o'ziga ishonchi bo'lgan ruh singdirishni talab qilib, shu shaklda dars bera oladigan o'qituvchilar qo'shinini davomlashtirib mengishga tirishdik. Köpten köp rahmet. Şundaq hazır nayti mühim cihetlerden toxtulup öttünüz Minəvər xanım. Demisimi oxutqucu bək mühim. Hem oxuğucuğa qandaq ideyani sığdırgını, hem oxuğuculara muşu özünün ana tilini söydürüş cihetdimi oxutucular bək mühim. Bu cihetdə Tanrı Ana Dil Məktibi nayti yaxşı nimlərin xizmətlərini qıtmayın etibdi. Salihə qızım bayam siz dəb öttünüz, məktəbdə ədəbiyyat dərsi oxuyman dediniz. Onda bo'lsa, mushu siz adabiyot darsida o'rgangan, sizga eng ta'sir qilgan bizning Uyg'ur tariximizdagi bir tarixiy shaxsni qisqacha deb bera olamsiz? Bo'ldi. Bizning tariximizda nurg'unlagan mashhur shaxslar o'tgan. Mana bularning ichida eng ta'sir qilgani vatanparvar yurak shoir Lutfullo Mutallib. U aran 23 yillar yashagan bo'lsa-mu, butun hayotini xalqiga, vataniga fido qilgan, ham o'lmas izlarni qoldirib ketgan. Yaxshi. Lutfullo Mutallibning qaysi she'ri bor bilamsiz? Yillarga javob. Nayt yaxshi, yillarga javob. Rahmat sizga. Endi Nusayba sizdan so'rab baqsam, mushu nayt yaxshi so'zlab berdingiz bayam. Sizningki mushu asli men siz ailada, do'stlaringizning orasida normal ana tilda aloqa qilganda qiynalmsiz deb so'ramoqchi edim, lekin hozir nayt yaxshi aloqa qilib o'tibsiz. Ammo mushu ara ba'zi sizningki yoshingizdagi ba'zi yosh o'smirlar bo'lib Turkiyada mushu turk tili bizning Uyg'ur tiliga yaqin bo'lgancha odatda ko'pincha turk tili paranglashadigan ahvollar bek ko'p. Siz buni qanday qilyapsiz? Mushum so'zlab bergan bo'lsangiz. Buning uchun albatta tilimiz turkchaga o'xshab qolg'achqa so'zlab turiblam ketadi turkchaga. Mesela Tanrı'da derste bizden malumumuz qat'iy turkcha gap qilishimizga yo'l qo'ymaydi. Gap bo'yicha Uyg'urcha deb bizga ogohlantiradi. Birga o'qituvchimiz chang tutadi bizni shunga. Anikin ham o'zimni va antiliniz tuyuqsi bo'lgan ekan, o'zimni boshqarib turkcha gap qilmayman deb zo'rlayman o'zimni. Anikin oilada cho'qim Uyg'urcha gap qilma. Adan bizning har ay nutq so'zlash faoliyatimiz bo'ldi. Bu menga cho'ng
ta'sir bo'ldi Uyg'urcha so'zlashimga. Anan kitob o'qish to'pimiz bor, har oy mushta mukofotlaydi birinchi bo'lganlarni. Shunday qilib mening Uyg'urcham ravonlashdi. Kitob o'qib. Hozirgacha xeyli ko'p kitoblarni o'qib bo'ldingiz, Aqjan? Da bo'lsa. Ayt yaxshi. Minəvər xanım, hozir mushu balla bilan paranglish jarayonida sizlarninki Tağnuri ana til maktabining haqiqatan yaxshi xizmatlarni qilayotganligini men nihoyat his qildim. Bu programmamizmi mushu o'zininki milliy kimligiga ega chiqayotgan Uyg'urlar uchun nihoyat ahamiyatli ham muhim bir program bo'ldi deb qarayman. Meningcha bu hamda ana tilni o'rgatmaslik, balasiga o'rgatmaslik ana tilni millatga bo'lgan xiyonat ham bir jinoyat deb o'ylayman. Lekin atrofda ko'ryapmiz, nihoyat oz bir qism odamlar bor, balasiga maxsus turkcha gap qiladigan yoki bu nima o'rganmasimi o'zi yashayotgan davlatning tilini boshdaman o'rgan deb muhim tutilganlarmi yo'q emas aramizda. Bularmi bor. Hamda mushundaq ota-onalarga nisbatan nima deysiz? Nima deyman? Bu to'g'riliq pek gap qildim. Lekin ana tilni saqlab qolish uchun oldi bilan ota-onalardan boshlasak, ota-onalarningki ang tushunchasi oydinlashishi kerak. Masalan, men 2004-yili men shu Ibn Kasir kitobininki tahrirligini qilayotganda ishxonada o'tirib, Allah xolasa men Turkiyada bir ana til maktabi quraman deb xotiramga yozib, nima yozyapsiz deb bir so'radi qarindoshlardan birisi. Mushtlab yozdim desam kulib qo'yib, bir insonning Uyg'ur bo'lishi muhim emas, musulmon bo'lishi muhim dedi. Bu gap menga qattiq ta'sir qildi menga. Ya'ni aksi ta'sir qildi. Ya'ni nima degan? Men dedim Uyg'urlar musulmon bo'lamam dedim. Ya'ni mening javobim hemen yetishdi. Uyg'urlar musulmon bo'lamam degan desam, yo'q, endi bolalarimizni ana tilda gaplashtiramiz, ana til maktabi quramiz degicha biz bolalarimizni biz dinda tarbiyalashimiz kerak. Albatta, ya'ni endi ashta tarbiyalaymiz dedim. Demakki, xili aydın insonlarningki, masalan, o'zini bilimli chaqlaydigan, dindor chaqlaydigan insonlarning yoki fanda o'qib xalijatda yetishgan insonlarning ko'pinchisida mushu qarash tag'i shakllanib bo'lmagan ekan. Eng boshda men deganimdek, agar bir milliyetçi Uyg'ur bo'lsak, millatini yaxshi ko'radigan Uyg'ur bo'lsak, millatimizning yo'qolib ketmasligi uchun ana tilning qanchalik muhimligini bilishimiz kerak. Agar biz bir dindor musulmon bo'lsak, dindor Uyg'ur bo'lsak, ana tilning Allohning bir oyati ekanligini unutmasligimiz kerak va bu tushuncha cho'qim aniq bo'lishi kerak. Yana bir uchinchi bir nuqtada bizning hammamizning mayli dindor insonlar qismi bo'lsin, mayli fanniy jihatdan masalan yetişken pen arqılı her narsani hal qilaman deydigan qarindoshlarimiz bo'lsin, milliyetçi Uyg'urlar bo'lsin, ammo bizning bir o'rtaq dushmanimiz var. O o'rtaq dushmanimiz bizning kimligimizni yo'qotimiz deb xiris qilyapti. Ya'ni bizning Uyg'ur kimligimizni, milliy kimligimizni yo'qotimiz deb qilyapti. Haliqi do'stimning dushmanimdir deydigan bir qarash var. Biz agar mayli milliyetçi bo'laylik, mayli dinchi bo'laylik, ideologiya jihatdan deyaptimi? Ama karşımızdaki hırs kılıvatkan düşman bizning tilimizni alamiz deydigan, uni bilmasligimiz kerak. Uni yaxshi ko'raylik, ko'rmaylik. Lekin dushmanimiz buni yo'q qilaman degan ekan, men uni bar qilaman. Uni men saqlab qolaman, uni men taraqqiy qildiraman deydigan bir ideologiya bo'lishi kerak. Bu bek muhim narsa. Buning uchun har birini oldi bilan masalan, voy ana tilning muhimligini tushunib bo'lguncha yoki Uyg'urlikninki asli qadr qimmatini tushunib bo'lguncha bo'lgan orliqdagi oldingi birinchi bosqich dushmanim yo'q qilman degan narsani men tirildirman deydigan bir ruh. Bu bir. Ikkinchisi Tağnuri ana maktabining, ana til maktabimizningki qurilg'ili 7 yil bo'lgan bo'lsa-mu, jamiyatda asta-asta tunulishining belki başka bir maktablardaki ijtimoiy taratqularda alayda danqi chiqib ketgan maktablardek anda tez tunilmagan bo'lsa-mu, bu ana tilning qadr qimmatini biladigan, ana tilning mohiyatini çünkü ular biz cemiyetga
ijtimoiy taratqular orqali tanilmadik. Yani ijtimoiy taratqular bizning natijamizni o'tirg'i chiqarish orqali tunishga boshladik. Ya'ni ijtimoiy taratqularda mesela voy mana Tanlur deb bir maktab bor ekan, u andaq yaxshi o'qitadi ekan, mundaq yaxshi o'qitadi ekan degan e'lon bilan emas, yaxshi o'qigan o'quvchilar, yaxshi o'tirg'i chiqqan natijalar taratqularda o'tirg'i chiqqandan keyin tunishga boshladik. Ya'ni bizning asl g'oyamiz shu edi. Bizning qilayotgan xizmatlarimizni ijtimoiy taratqularda maqtash emas, ijtimoiy taratqularda qabul bo'lg'idek va xalq tarafidan e'tirof qiling'idek saviyaga ko'tarish. Buning uchun bizningki bu xizmatimizni asosan kimlar bakrak qadrladi degan chog'da ana tilda balamni qanday qilsam yaxshi yetishtirman degan buningga ko'ngil bergan mayli dindor qilsin bo'lsin yoki mayli milliyatchi qilsin bo'lsin izlanganlar bizni izlab topdi va ular orqali bizni masalan ziyorat qildi, ko'rdi. Çünkü bizning bolalarimizdanki bayan qizimiz deb bo'lgandek bir qancha o'quvchilarimiz yoz ta'tilda hatto praktika boshladi, o'qituvchilarga yondash rahbar bo'lish praktikasini boshladi va biz faqat bolalar ona til darsi emas, bu yerda örf-odatlarimiz, kiyim-kechaklarimiz, masalan, o'tirib qopishlarimiz, hatto qizlarga uyda mehmon kutish, kelgan mehmonning qo'liga suv qo'yish degandek örf-odatlarimizdan birlashtirib, mesela mehmonni qanday kutadi, dasturxonni qanday tizidi, mehmon kelganda masalan mehmonni dasturxonga qanday boshlaymiz, u vaqtda nima gaplarni qilamiz, uzatganda qanday nima qilamiz, mushlarni suydirarek o'rgatdi o'quvchilar. Endi birisi Alloh rozi bo'lsin, Mehmet Uyg'ur afandininki bu 100 mashhur shaxsninki kitobini uyg'urchilashtirib qildi. Biz oldi bilan Tanlurninki, yana boshqa maktablarni oldi. Elib biz o'quvchilarning darsining yondash buni bir ders qildik hozir. Buningda o'quvchilar va ota-onalar bek mamnun. Chunki bizning bolalarimiz o'zimizning ajdodlarini tunuydigan va ulardan faxrlanadigan holatga keldi. Men buni yerda butun hamma odamni biz Tanlurga kelib o'qinglar demaymiz, ham bizning undaqchiq o'quvchini o'qitish imkonimiz bo'lmasligi mumkin, ammo to'rt sinflarimiz orqali qilishimiz mumkin. Yoz ta'tilda hatta İstanbul'ning yiroq yerlardan bolalarni avtobuslarda akilib o'qitayotganlar biz. Chunki bizning yoz ta'tili, qish ta'tilimizda ana til 5 kun o'qiladi. Mavsumlik ders arsida ana til shanba o'qiladi va akşam soatlarda kuchaytirish darslarimiz bo'ladi. Aşında jafo tortib bolalarni akilib, uningki unumini ko'rib bizga jiq rahmat aytgan, yaxshi fikrlarni bergan, takliflarni bergan ota-onalar bo'ldi. Men bu yerda ularga ham rahmat etish bilan birga butun xalqimga ana tilni anlatamda o'zim. Ha, anlatıyorum. His qılalaydigan düşüncəsinin to'g'rilib ümid Görünüş, qilganda ishinaman. Görünüş yo'qolib ketib qoldi Münevver xonim. Lekin ovozing'iz bor. To'xtamay telefon keldi menga hozir. Chunki ekranda bo'lganligini bilmaganligim uchun hozir bir yana bossam bislab yo'qolib ketishini ansirayapman-da. Mishada tamomlasam bo'ldi so'zimni. Men barliq qarindoshlarimning bu nuqtaga keldiganligiga, buningga ishondiganligiga va bizni bu jihatdan to'g'ri tushunib qo'llaydiganligiga, bizga har jihatdan berish kerak bo'lgan qo'llash va ilhom berishlarni beradiganligiga va farzandlarni bu shaklda tarbiyalash jihatda bizga ham yordamchi bo'ladigan, ham bu shaklda tarbiyalashga ahamiyat beradiganligiga ishonaman. Köpten köp rahmet. Bayam siz dep öttünüz şu Uygur tarixideki 100 meşhur şahıs degan kitapni biz yandaş qılıp ötüyatımızda. Bu başka şu ana til ötüyatkan mekteplerge bir tavsiye, bir yaxshi bir fikir bolsa boğudek. Demisimi hazır Xitayning maqsadi bizning balalarımız bir daraxtning yopurmog'iga o'xshasa, bu bizninki ajdodlarimiz daraxtniki yıldızga o'xshaydi. Mushu yıldız bilan yopurmoqning orasidagi mushu nimini bağını üzüş emdi. Maksat şuna biz ata-onalarmı balalarımızga faqat savat chiqarishli emas, onundan nimroq Uyghur edebiyatını öğütüşümüz gerek, Uyg'urlarninki tarixiy ajdodlarimizni öğütüşümüz gerek. Çünkü Uyghur tilimiz nayte uzun tarixga ega. Uyghur tilimiz Qutat Qublikning tili, Uyghur tilimiz Türk Tillar Divanining yozilgan bir til nayte
uzun tarixə ega Əlişir Navoiy şeir yazğan bir til. Şuna Uyğur tilimizni fəxrlənib öyrənişimiz kerak. Onda bolsa Nusaybə sizdən sorab baqay. Ana tilgə aid kəlgüsüdə yeni qandaq planlarınız var? Ana tilni resmi ana til o'qituvchisidek o'qib, anikin inshaalloh bizning vatanimiz ozod bo'lgan chog'da vatanimizda ana til o'qituvchisi bo'lg'im bor. Chunki chet eldagi Uyg'urlar vatanga berib chet elcha gap qilsa, biz Turkiyadagi Uyg'urlar turkcha gap qilsak, vatandagilar xitoylashib ketdi. Shuning bilan biz qanday o'zaro aloqa qilamiz? Buning uchun bizning nurg'un kasblarga ehtiyojimiz bor albatta. Ammo buning eng muhimi ana til o'qituvchisiga ehtiyojimiz bor. Shunga ana til o'qituvchisi bo'laman. Ondan bolsa, muşu ulug' arzuyunuz üçün çoxum nəhayət yaxşı tirişişiniz gerek. Çünki bir o'qituvchida bir çilek su bolsa, andan o'quvchiga bir istakan su bəgili bo'ldi. Yaxşı tirişing, yo'lingiz ochiq bo'lsin. Endi Saliha sizdan so'rab baqay. Bayam Nusaybə do'stingiz deb o'tdi. Men 6 yildan buyon o'rganyapman deb. Saliha sizningmi yana davomliq o'rganish arzuyunuz bormi ana tilni? Saliha ovozunuz etib qoldimi? Saliha chiqib ketib qopti. Unda bo'lsa, hörmətli görürmənlər, bugünkü proqramımız Tanuri Ana Til Məktibi haqqında söhbətdə bolduq bu proqramımızda. Nəhayət əhəmiyyətli və yaxşı bir proqram boldu deyə oylayman. Muşu münasibət bilən muhacirətdə özünün ana tilini, milli kimliyini saqlab qeliş üçün muşu əvladlarga ana til öyrətiyotqan Tanuri Ana Til Məktibidəki oxutucular emas, bütün barlıq muhacirətdəki oxutucularının, ana til oxutucularının və başqa muşu ballarımızınki tərbiyələnişi üçün maarif sahəsində cəbba çəkiyotqan barlıq özəmli bir oxutucu buluş sübütüm bilən barlıq xizmətdaşlarımğa millətimiz namıdan rəhmət eytimən, cəbba çəkdinlər. Əziz görürmənlər, Ayallar və Dəva proqramımızın bu sani muşiyədə ayaqlaşdı. Keyinki sanda görüşkici aman bulunlar. Allah qamanət.